390 mingga 151 kvadratli xonadon topib qo'ydim. U kvartira qayerda desangiz, u kvartiramiz Yakkasaroyda joylashgan. Yakkasaroy qayerda desangiz, Yakkasaroyni shu 8-radom bor, o'shani oldida joylashgan. Va yana u qanaqa dom edi desangiz, oppoqni Milano domi. Kelinglar, mana shu spalniyadan boshlab ko'rsatib beraman. 151 kvadrat tashkil qiladi, 3 ta sanuzildan iborat. Etaji esa 4-etaj joylashgan. Spalniyani ko'ryapsizlar, kattagina, juda ham prostorniy qilingan. Uyimizda hamma narsa bor. Faqat shu cho'ntakka pulni solib olib, bitta sumkada kiyimni ko'tarib kelsangiz bo'ldi. Kelinglar, dizayn juda ham chiroyli qilingan. 3 ta sanuzil, bu spalniyamizning o'zini ichida sanuzili joylashgan. Kafelari ham juda ham sifatli, yaxshi kafelar o'rnatilgan. Uyimizda polностью teplый pol, koridorda ko'ryapsizlar, juda ham katta, juda ham zo'r qilingan. Mana shu joydan kirish boshlanadi. Kirasiz, sразу oynali zona, bu yerda shkafli zona qilingan. Qarang, mana bu joylarni dekorni juda ham chiroyli, ahamiyat berishgan hamma narsaga. Kelib, bu yerda ham katta bitta spalniyamiz bor, buni ham ko'rib chiqamiz. Umumiy 3 ta spalniya bor. O'zining garderobiga ega, juda ham katta garderob qo'yishgan. Bemalol kiyim-kechaklar ketadi. Bu esa spalniyamizning ko'rinish holati. Bu yerda ham konsardan tortib mastelgacha, yostiqgacha qo'yib qo'yishgan. Qarang, pastellari ham juda ham zo'r. O'zining bu yerda panorama oynalari bor. 8-radom Milano oppoqqina dom, juda ham zo'r. Bu uyimiz yana bitta zo'r plyus tomoni, uyimizning o'zining parkovkasi ham bor do'stlar. Bitta parkovkasiga ega, shuni qo'shib beramiz. 390 ming kelishtirib ham beriladi. Bu alohida sanuzil qilingan, tahorat uchun ham moslab qo'yishgan. Bu yerda esa yana bitta sanuzilimiz joylashgan. Bu yerda vanna, u yerda esa dush qilingan do'stlar. Oxirida oshxonani ko'rsatib beraman, ishoning maza qilasiz. Lekin zalimiz ham yo'qsa, like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Shunaqangi katta zal qarovatga yaqinlaringiz bo'lsa, ularga ham jo'natib qo'ying. Zalimizni ko'ryapsizlarmi? Anchagina katta. Kamerada katta ko'rinishi mumkin, lekin realni ham hayotda ham katta. Bu yerda 8 tali stol suv qilingan. Uni 10 talik qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi devorimizga ham ahamiyat bersangiz, hammasi men bilan polностью materialli qilib, devorlarimiz polni ashifka bo'lgan. Mягкий zona turetski, bu yerda kattagina Samsung televizorimiz joylashgan. Devorlarimizni hammasi obmanga qilib, juda ham chiroyli qilib, hamma narsasini ahamiyat berib qo'yishgan. Endi kelinglar, bu yerda esa yana bitta detskiy xonamiz bor. Detskiy xonamizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yerda ham kattagina o'zining balkonchiga, pisminni stollari, hamma narsasi joylashgan do'stlar. Xo'p, oshxonani ko'rsatib beraman. Faqat oshxona yo'qsa bitta like. Lekin bunaqa oshxonani ko'rasiz, bilasiz, juda ham kam uchraydi kattaligi. 6 tala o'tiradigan versiya stol, 2 ta oknasi bor bu yerda. Bu yerda barni stol toshdan qilingan, даже mana bunaqa narsa, piyola, shashkagacha olib kelib qo'yishgan. Bu yerda esa katta skritchi xolodilnikimiz bor, texnikalarimiz bu yerda joylashgan. Mana bular hammasi tosh va 5 talik gaz qo'yilgan bu yerga. Bu yerda esa posudomoykamiz ham qattiq ekan. Mana shu posudomoykamiz bor, ochaman hozir. Bu yerda yana shkafli zonamiz ham. 151 kvadratni tashkil qiladigan bu xonadonimizda 390 ming so'ralyapti. Bitta parkovkasi qo'shib beriladi do'stlar. Shoshilinglar, shunaqangi katta, prostorniy, yaxshi kvartira qarovotga yaqinlar bo'lsa, maksimal tarqatib qo'yiladi. Va bizdan uzoqlashmanglar, zo'r uylardan hamisha zo'r uylarni birinchilardan kutib olasiz, ko'rasiz. Telegram kanaliga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Telegram kanal silkani opisaniyada turibdi. Sog' bo'linglar, xayr, men ketdim. Do'stlarga yuborib qo'yasizlar, menga o'xshab qani ketdi.